Assalomu alaykum, Media Uz kanalining a'zolari. Bugun sizlarga yangi bir saytimiz va bu o'zimiz yasab chiqqan bir saytni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Azizlar, avvalambor bu sayt nima sayt va nima haqida desangiz, bu ayniqsa chorvador akalarimiz, chorvasi bor, qo'yi bor yoki qoramoli yo oti bor insonlar uchun mo'ljallangan sayt hisoblanadi. Misol uchun, hozir mana bu yerga kiramiz. Wi-Fi uzilayotgan ekan. Ulanamiz va yana qayta aytamiz. Mana biz saytga kirganimizda birinchi bo'lib bizni mana bu kiradi, chorva.r.org. Uni bosamiz. Mana bu yerda bizni kutib oladigan fermangizda raqamli kelajak. Azizlar, bu hozirgi paytda O'zbekistonda nimani ham, do'konni ham raqamlashtiryapti, firmalarni ham raqamlashtiryapti. Biz esa fermalarni raqamlashtiramiz. Qanday raqamlashtirish mumkin va qanday imkoniyatlar bor desangiz, hozir biz ko'rib chiqamiz. Birinchi tizimga kirish bor, tizimga kiramiz. Tizimga kirganimizda mana bizga chiqadigan birinchi o'rinda mana bunaqa analitikalar va chiroyli ko'rinishda analitikalar chiqib keladi. Bu yerlarda nima bor va nimalar qilinadi? Bu yerda manaki umumiy kirim foydamiz, sotgan mollarimizdan foyda va biz chorva mollarimizga qilingan xarajatlar bu yerda bor. Bu yerda necha bosh qora molimiz bor va alohida e'tibor kasal bo'lgan mollar, bo'g'oz bo'lgan va kasal bo'lgan mollar va jamoangizda ishchilaringiz uchun atделно bo'limlar bor. Endi buni hammasini tanishtirib o'tmayman, o'zingiz ham kirib ko'rishingiz mumkin. Mana chorva hayvonlar. Chorva hayvonlaringiz, turli hayvonlarni qo'shib ko'rishingiz mumkin. Turli rasmlar ham kiritishingiz mumkin. Endi nima desam ekan, o'zingiz xohlagandek ma'lumotlar kiritasiz. Bu yerda omborxona, hatto omborxona nazorati ham bor. Omboringizda misol uchun 100 ta bog' beda sotib oldingiz, 10 qop em sotib oldingiz, hammasini mana bu yerga kiritasiz. Misol uchun hashay yem desangiz, yem arpa deymizda, mana bu yerga qop hisobini qilamiz. Misol uchun bizda 10 qopimiz, bir qopimiz 20 kilogramm bo'lsa, 20 kilogramm bo'lsa, 10 qopimiz 200 kilogramm hisoblayapti. Bunda deganda sizda omboringizda shuncha narsa bor deyapti. Biz barcha 10 qopimizni 560 ming so'mga sotib oldik desak, har 1 kilogramm 2800 so'mdan sotib olindi deyiladi. Bundan o'g'anda bemalol hisob kitob qiladi. Siz miyangizni o'rtishingiz shart emas. Mana hisoblar, necha pul bo'ldi, necha pul qoldi deb. Endi veterinariya bo'limi bor, moliya bo'limi bor. Bu yerda siz qancha foyda qildingiz, shu oyda qancha zarar bo'ldingiz va necha foydada va sof foydalar qanday nimada. Hatto aqlli analiz botlar qo'shilgan. Bu yerda firmangizni nimani hisob kitobini qilib beradigan yem-xashak bor. Mana bu yerda soatlargacha qilingan kirdi-chiqdilar bor. Ishchilar analitikasi bor. Mana ishchi qo'shishingiz, o'chirishingiz mumkin va ishchini to'g'ridan-to'g'ri boshqarishingiz xuddi bu buxgalteriya bo'limiday bo'lib ishlaydi. Ishchiga oylik tayinlaysiz, jarima tayinlaysiz, avans tayinlaysiz. Ishchi esa keldi-ketdisini bot orqali keldi desa, bu yerga keldi deb chiqadi, ketdi desa, ketdi deb chiqadi, kechiksa esa mana kechikdi deb xabar keladi. Yan bo'limlar bor. Mana jarima qilishingiz mumkin, uni botga ulashingiz mumkin. Shu qancha pul topdi, qancha zarar bo'lyapti, hamma bo'lim chiqib keladi bu yerga. Bu huquqlar, nimalarni ko'rish imkoniga egaligini bu yerdan belgilab chiqishingiz mumkin. Shunaqa imkoniyatlar bor. Bu yerda statistika barcha ma'lumotlar bu yerda bo'ladi. Bu yerga xulosa deyapti. Bu yerga aqlli xulosa. Bu yerda statistikangizga qarab sizga xulosa beradigan nima bo'ladi. Moliya holatingiz, kirim-chiqimingizni ko'rsatadi. Bu yerga chorva mollaringiz, yem, mana bu yerda ombordagi yem miqdorlari kiritadi. Bu yerga qanchaga sotib olganlaringiz bu chiqib kelaveradi. Bu yerda chorva mollaringiz haqida hammasi sog'lom, mana buncha xarajat bo'layotgani bo'ladi. Bu yerga ishchilaringiz haqida ma'lumot kelib chiqadi. Bu yerga foto
nimalar bo'ladi. Bu yerga nima desam ekan, foto hisobot. Misol uchun bajardim desa, birdaniga bajardimni o'zi bo'lmaydi-yu. Rasmga tushirib, foto hisobot qilib sizga topshiradi. Siz buni ko'rgan holatda realniy rasmni ko'rib turasiz. Endi bir imkoniyatlar, shunchalik imkoniyat qo'shganmiz bu yerga. Qarang. Omborxonaga kiramiz. Bu yerga omborxonaga kirgandan keyin ratsion tanlashni boshlaymiz. Misol uchun bizda barcha molimizga, qoramol otimizga ham nimamizga ham ratsion tanlaymiz. Mana shu sanadan boshlanadi. Bu yerga mana omborxonamizdagi nimalar bor, bo'limlar bor. Misol uchun yem arpa bor 200 kilogramm. Biz qopda kilogramda hisoblaymiz. Bosh deyapti, bosh molga necha kilogramm deyapti. Misol uchun 3 kilogramm deyapti. 4 ta molga deyapti. Har bir bosh kuniga 3 kilogramm bo'ladi deyapti. Bu degani 8400 so'm kuniga xarajat bo'ladi. 4 ta boshga kuniga 24 kilogramm. Kuniga 4 boshga. Sabab nima 24 kilogramm? 2 mahal hisoblayapti bu yerga. Hisob kitob, barchasi hisob kitob. Faqat siz mana bu yerga yozib qo'yishingiz kerak xolos. Misol uchun menga 2 mahal emas deysiz, 1 mahal deysiz. 1 mahal desangiz mana bu yerda 3 deb chiqsangiz mana 12 kilogramm. Har bir molga 3 kilogramm bo'lsa, mayli 1 kilogrammdan desak 4 kilogramm bo'ladi. Mayli 5 kilogramm udur. 5 kilogramm bo'lsangiz 6 kilogramm bo'ladi deyapti. Necha kun sarflaysiz deyapti. Necha kun berasiz deyapti. Bunda 30 kunga desangiz 30 kunga jami deyapti. 180 kilogramm 504 ming so'm xarajat bo'ladi deyapti. Bir mahaldan soat nechagacha. O'zingiz yoki ishchilaringizga qilib qo'yishingiz mumkin. Mana bunday qilsangiz barcha ratsion tanlandi va chorva mollarga kirib, har bir ratsionning tarixini ko'rishingiz mumkin. Mana ki tanlangan bir mahal 4 boshga har bir mol misol uchun qarang, har bir mol shu 30 kunmi, 10 kunmi tayinladik. 10 kun ichi tayinlangan bo'lsa, mana shuncha vaqt 126 ming so'm xarajat bo'lar ekan. Shuncha paytgacha bo'lsa. Mana bu yerga kasal bo'lsa, yemlash bo'lsa, yemlashni qo'shishingiz mumkin. Misol uchun kasal deysiz, kasal bilan og'ridi. Qaysi kasal bilan og'ridi? Oqsil deb qo'yasiz. Bu yerga vitamin nomi, turli va summasini aytasiz. 2000 so'm deysiz, vitamin nomini ayting deydi. Shuna qilsangiz, o'sha kasallik tarixi ham chiqib kelaveradi. Bo'ldi, tamom. Uni kasal deb hisoblaydi. Mana shu nima desam ekan, unga bo'lgan xarajat ham emlash hisoblanadi. Yem bedi tayinlashingiz mumkin. Qo'shimcha molga qo'shimcha yem bedi tayinlasangiz, bu molga отдельно bir hisob kitoblanadi. Misol uchun qarang. Bu molni o'ziga deyapti, yangi miqdor hisoblayapti. 45 kilogramm hisoblasa, 20 kilogramm hisoblaymiz. Endi bu mol 56 ming yer ekan. 20 kilogramm. 30 kunni tanlagan bo'lsak, 30 kunni 20 ga bo'ladi. 20 ni bo'ladi 30 ni. O'shanga necha kilogrammdan molga tekkanini hisoblab beradi. Tushunarlimi? Bunga nima desam ekan, bu oddiy mollarda nazorat qilish emas, balki omboringizni nazorat qiladi. Dorini nazorat qiladi. Mana bu dori kiritib qo'ysangiz molga, misol uchun shu mollar deysiz, kasallik, oqsil, o'zi mana shu miqdor shuncha grammdan deysiz va mana uni kiritasiz. Kiritganingizdan keyin necha kun, necha mahal, mana 2 kun, 1 mahal, soat shunda desangiz o'sha bo'ldi. Ratsion tanlanadi. Tanlangandan keyin har bir molga o'sha bo'lim chiqib keladi kasalligi haqida. Ishqilib aytlar, bu raqamli texnologiya. Barcha nimangizni, nima desam ekan, barcha firmangizni raqamlashtirish imkoniga ega bo'lasiz.